Men sizga biror marta yomon muomala qildimmi yoki boshqa qaynonalarga o'xshab turtkilab, ayb izlab urishdimmi? Yo'q oyijon, hech qachon unaqa qilmagansiz. Men sizdan iltimos qilib so'rayman. Meni o'g'lim baxtli bo'lishi kerak. Uni baxti esa hozir faqat sizda. Unaqa bir-biringizga araz qilib yurmang. Undan ko'ra bir-biringizni baxtli qilishni o'ylang. Labay oyi. O'g'lim, yaxshimisan? Rahmat, o'zingiz zerikmay o'tiribsizmi? Biror nima kerakmi? Ha, kerak. Gul olib kel. Biror joyga borishingiz kerakmi? Yo'q o'g'lim, xotining uchun olib kelgin deyapman. Hali ham qovoq ochilmayaptimi? Qovog'i joyida. Shunchaki bundan xursand qil, baxtli qilgin deyapman-da. Baxtli bo'lishiga bitta gul yetadimi? Bugunga yetadi. Ertaga yana boshqacha gul olib kelib xursand qilasan. Men hozir boraman. Gul esingdan chiqmasin. Xo'p bo'ldi, oyijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, gulni menga olib kelgin demadim, xotiningga olib kelgin dedim. Oyi, olavering. Bu uchun alohida bor. Qani? Boshqa guling yo'q-ku? Bor deyapman-ku oyi. Olsangiz-chi? Rahmat o'g'lim. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Mana bu senga. Ho, mana buni romantika desa bo'ladi. Men sizlarga xalaqit bermayapmanmi? Yo'q oyijon, nega unaqa deysiz?